Real dunyodagi eng tez zarbalardan o'nglanadigan jamoa deb o'ylayman. Qanaqadir unutadi, kesib tashlaydi mag'lubiyatlarni va u yog'iga kurashib turib, vaziyatni o'nglab, titullar yutib ketdi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi-yu, Barselona El Klasikolarni yutishi mumkin, yakunda Real qaysidir titulni yutadi. Chempionlar Ligasimi yo balki La Ligami va o'sha odatini bu safar ham ko'rishimiz mumkin. Bo'ldi, Atletikoga yutqazdi, tanqidlarni oldi, ertasi kuni unutdi, undan u yog'iga yorqin g'alabaga erishdi. Shuning uchun men Realda muammolar juda chuqur deb o'ylamayman. Realda sabab bor-da, Barselonada sabab yo'q. Barselonada Flik anchadan beri shakllantiryapti. Bo'ldi, u to'liqligicha o'zi xohlagan jamoani tuzib oldi. To'g'ri, bitta ikkita transfer yetishmagan bo'lishi mumkin, ammo baribir bu allaqachon Flikning jamoasi. Xabi Alonsoda vaziyat qiyinroq edi. Baribir Ancelotti ilashgan jamoani qabul qilib oldi, yangitdan tuzdi. U yerda kichik konfliktli vaziyatlar bor edi. O'sha Mbappe bilan bog'liq, Arda bilan bog'liq, Endrik bilan bog'liq, yana kimdirlar sal o'zini jamoadagi o'rniga norozilik bildirayotgan holatida. Endi u mana sekin-sekin menini ilgari surib, hammani moslashtirdi va endi jamoa taktika haqida o'ylashni boshlaydi.